O'rtoqlar, men bir narsaga guvoh bo'ldim, eshitib, o'z quloqlarim bilan eshitdim. Namoz o'qi, jannatga kirasan. Namoz o'qimagan do'zaxga kirasan. Namoz o'qisang jannatda bo'lasan. Namoz o'qimasang do'zaxga kirasan deyishadi. Lekin tavba qildim. Eshitishim bo'yicha namoz o'qiding, jannatga kirding degani emas. Mulla bo'lding, jannatga kirasan degani emas. Tavba qilsam, yana namoz o'qiydiganlar, 7 mahal namoz o'qiydiganlar, namoz o'qimaydiganlar bilan, misol aroq ichadigan, onda-sonda aroq ichadigan insonlar bilan ko'rishgisi kelmaydi. Ha, nima? U aroq ichadi. Men aroq ichmayman, men namoz o'qiyman. U namoz o'qigani bir tin. U nima u? Kibr. Bu kibrlanish jannatga kirasan degani emas. Insonni qalbi toza bo'lishi kerak. Qalbi toza bo'lishi kerak. Kitoblarda yozilgan, eshitganmiz kitoblarga yozilganida 7 mahal namoz o'qib yurgan inson vaqti kelib qiyomat kuniga do'zaxga kiradi. Lekin ichib yurgan inson jannati bo'ladi. Chunki uni qalbi pok. Unda kibr yo'q. Kimni ko'rsa qo'li ko'ksida salom beradi. Birov yiqilsa turg'izadi. Yerga bir gard ushoq tursa, ushoqni olib ko'ziga surtib, uni bir tegishli bir qushiydigan joyga yo biron joyga qo'yadi. Men shu gapimga kim nima fikr deydi, bildiradi, kommentariyaga kutib qolaman o'rtoqlar. Rost yo yolg'on?